Oturuş birleşme aldın eliş birleşme tizginleş mexanizmi boyunca axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Davlat bozor nazorat qilib boshqarish bosh idorasi qatorliq shu o'rin har qanday shakldagi qoidaga xilof yovvoyi hayvonot savdosi qilmishiga qattiq zarba berib, qonun ijro qilish salmoqi va kuchini oshirib, nuqtaliq xalq turmush tovarlarining bahosining asosan muqim bo'lishiga kafolatlik qilganligini bildirdi. 2 ayning 7 kuni soat 24 gacha elimizdagi 31 o'lka avtonom rayoni shahar va Shinjong ishlab chiqarish qurilish bilan tuani ma'lum qilgan aniq diagnoz qo'yilgan kasal jami 34546 bo'lib, 14 azaygan. Shu kuni yangidan 3399 ko'paygan. Hozir ig'ir kasal 6101 bo'lib, shu kuni yangidan 1280 ko'paygan. Jami qazo qilgan kasal 722 bo'lib, shu kuni yangidan 86 ko'paygan. Saqib doktorxonadan chiqqanlar jami 2050. Shu kuni yangidan ko'paygani 510. Hozir gumoniy kasal 27657 bo'lib, shu kuni yangidan 4214 ko'paygan. Davlat Səhiyyə Sağlamlıq Komitetining tonishtirishicha, mamlakat bo'yicha jami doklad qilingan aniq diagnoz qo'yilgan kasallar soni uda 4 kun hozirgi gumoniy kasallar sonidan eshib ketgan. Farq davomli zo'rayib, gumoniy kasallarni farqlantirish, eskartish qadami teziltirilgan. Bu gumoniy kasal va aniq diagnoz qo'yilgan kasallarning ilmiy qiliplashtirilib bir taraf qilinishga foydali. Davlat dori nazoratchilik idorasining tonishtirishicha, barliq yuqumning oldini olish tizginlashga ehtiyojli davolash uskunalarini jiddiy tasdiqlashni boshlagan bo'lib, tunugun tushdan keyin soat 4 gacha aloqador o'lka darajalik dori nazoratchilik tarmoqini davolash uskunalarini jiddiy tasdiqlash tartibi bo'yicha davolash uskunalarini ro'yxatga oldirish iltimosidan 88 ni tasdiqlagan. Bu bir qitimliq mudofaa kiyimi, davolashda ishlatiladigan mudofaa maskasi qatorliq aloqador davolash uskunalarini o'z ichiga oladi ekan. Tonushtirilishicha, chag'an va yuqumning oldini olish tizginlash tadbir qatorliq ko'p xil omillarning ta'sirida oldingi mezgilda ayrim rayonlarda un, guruch, ko'ktat qatorliq muhim xalq turmush tovarlarining bahosi belgilik darajada o'rlagan. Davlat bozor nazorat qilib boshqarish bosh idorasi har darajalik bozor nazorat qilib boshqarish tarmoqlaridan turli bahoga aloqador qonunsiz qilmishlarga qattiq zarba berib, muhim xalq turmush tovarlari bahosining asos jihatdan muqim bo'lishiga kafolatlik qilishni talab qildi. Xubeyga bağın merkez yetekçilik